Sharq Turkistonda 20 yillik tish doktori Seyit Hoji Qosim 2017-yili Qurban hayit kechisi öydün Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilgandan buyon iz deraksiz g'oyib bo'lgan. Qashqar shaharlik 2-chi doktorxonaning tish bo'limi mutaxassisi doktor Seyit Hoji xalqqa qilgan xizmatlari sababli tutilgan. 47 yoshlik Seyit Hojining tutib ketilishiga qo'lga keltirgan natija va kun sayin eshiyotgan obro'yining sabab bo'lganligi faraz qilinmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarida tutayotgan Uyg'urlarni Kevaz Etizirda majburiy emgak salganligi o'tirg'i chiqdi. Washingtonga joylashgan Xitoy fuqarolar kuch tashkiloti Sharq Turkistonda majburiy emgak selinayotgan mahbuslar temiliq yig'in o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan majburiy emgak serish siyosati haqida bir doklad e'lon qildi. Mazkur tashkilotning muavin boshlig'i Lian Chauhan Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlari haqida to'xtalib, Xitoy Sharq Turkistondagi o'qituvchilarni jazolash uchun nurg'unlagan emgak lagerlarini qurdi. Bu sababdan yerlik va xalqarалық to'qimachilik sohasida cho'ng rol o'ynayotgan Xinjiangda ishlab chiqarilgan paxta Xitoydagi umumiy paxta ishlab chiqarish miqdorining 84%ni tashkil qiladigan holga keldi. Ishlab chiqarishdagi bu eshish Sharq Turkistonda minglagan kishining uzun va nachar sharoitlarda majburiy emgakka selinishi bilan bevosita munosabatli dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning Amerikadan zo'r miqdorda pul topganligi va o'g'irlaganligini ta'kidlab, bu sababdan Xitoydagi cho'ng Amerika shirkatlarimizga shirkatlarini o'ylariga, ya'ni Amerikaga yo'tkash va Amerikada ishlab chiqarish qatorliqlarni o'z ichiga olgan holda tezdan Xitoyning o'rniga boshqa bir yer izlashini aytdik dedi. Trump Xitoyning 75 milliard dollar qiymatidagi Amerika tovarlariga qarata tamojna bejini 5%dan 10% ga o'stirishni planlaganligini aytib, Twitter hisobida Xitoy haqida to'xtaldi. U Amerikaning Xitoyga ehtiyoji yo'qligini, hatto Xitoy bo'lmasa texmi yaxshi bo'lganligini bildirdi. Hong Kongda Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Minglagan namoyishchilar qo'llarini tutishgan holda odam zanjiri shakllantirib, hukumatga noroziligini bildirdi. Namoyishchilar shaharning o'xshash bo'lmagan joylarida jam bo'lib, qo'l tutishish orqali Hong Kong zanjiri shakllantirdi. Metro bekatlari, tosh yo'l bo'ylari, shahar yo'llari va sayohat o'rinlarini to'shqizgan namoyishchilar Hong Kongliklar erkinlik uchun kurash qilayli, qonun loyihasi qaytarilsin degandek shuarlarni to'ladi. Yevropa ittifoqi doiralarining savdo urushi siyosati va Google, Alma, Amazon, Microsoft va Facebook qatorliq Amerika shirkatlariga qarshi 173 betlik bir plan tayyorladi. Politico to'rining xabar qilishicha, planda oldi bilan Yevropa kelajak fondi ta'sis qilish tavsiya qilingan. Bu orqali kelgusida Yevropa shirkatlariga 100 milliard dollarlik mablag' selinib, Amerika va Xitoyning texnika shirkatlariga qarshi muvozanat shakllantirish nishon qilingan. Türkiye sobiq yo'ldoshi tarafidan vahshiylarcha o'ldirilgan Amina Bulutga yig'ilmoqda. Ommaviy taratqularda zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan bu voqea haqida Amina Bulut xat kuchi bilan qisqa vaqt ichida 1 million tweet yo'llandi. Qirqqalada yuz bergan va butkul Turkiyani zilzilaga solgan voqeada Amina Bulut 10 yoshli qizining ko'zi oldida burunqi yo'ldoshi tarafidan bo'g'izlanib o'ldirildi. Ommaviy taratqularda tarqatilgan videoda Amina Bulutning o'lishini xohlamayman degan faryodi bilan qizining "Ana, o'lma" deb yolvurishlari ko'g'ichlarning yuraklarini ezdi.